Sotuvga O7 Pro Max planshetlarimiz yetib kelgan. Ko'rishingiz mumkin, dizayniga gap bo'lishi mumkin emas. Bu planshetlarimiz xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 16 ga 1 terabayt bo'ladi. Xotirasidan umuman muammo qilmasanglar ham bo'ladi. Batareykasi 10 mAh. Komplektga keladigan bo'lsak, o'zini shunaqa chexollari chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Chexolli holati mana shunday bo'ladi. Bundan tashqari o'zining komplekt bilan Bluetooth klaviaturasi, Bluetooth mishka, zaraka kabel, naushnik, zaraka adapteri va o'zini ruchkasi chiqadi. Bu ruchkasi orqali bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Chexollarning ham dizaynini qaranglar akalar, juda zo'r chiroyli qilib ishlangan. Klaviaturasiga keladigan bo'lsak, akalar bu klaviaturasi Bluetooth orqali ulanadi, zaraka oladi. Mishkasi ham xuddi shunday Bluetooth orqali planshetimizga ulanadi. Planshetimiz o'zini ko'rishingiz mumkin mana. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 172 ming so'mdan 6 oyga, boshlang'ich to'lov atiga 200 ming so'm, dastavkamiz mutlaqo bepul, butun O'zbekiston bo'ylab mahallangizgacha, qo'lingizgacha mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Sizdan hech qanaqa ortiqcha hujjatlar talab qilinmaydi. Xarid qilish uchun pastdagi tugmani bosib ro'yxatdan o'ting.